Görevimiz sizlar bilan Tokyo Cosmevik 2026 chiroyli meyk-up, pushti kostyum va ichimda hayajon bilan Cosmevik sari yo'l oldim. Bu kun oddiy kun emasligini his qilardim. Zal joylashgan manzilga yetib kelib, registratsiyadan o'tdim va katta go'zallik olamiga qadam qo'ydim. Atrofimni turli xil maskalar, yuz parvarish mahsulotlari va dunyoning turli davlatlaridan kelgan kosmetika biznes vakillari o'rab oldi. Har bir stendda yangilik, har bir mahsulotda esa mehnat va g'oya bor edi. Cosmevik davomida ko'plab brendlar bilan tanishdim. Mahsulotlarni yaqindan ko'rdim va sinab ko'rdim. Turli o'yinlarda qatnashib, omad kulib boqdi. Chiroyli maskalar va kosmetikalarni yutib oldim. Mahsulot tanlayotganda faqat o'zim uchun emas, balki mijozlarim ishonchini ham o'ylardim. Har bir tanlovim mas'uliyat bilan qilindi. Kosmek olmadım diyemiz. Уже maska çok Ikkinchi kuni menga dugonam qo'shildi. Birga yana ko'plab yangi mahsulotlarni ko'rdik. Yuz parvarishi uchun zamonaviy texnologiyalar bilan tanishdik va go'zallik sanoatini qanchalik tez rivojlanayotganini his qildik. Instagram sahifamni ko'rsatganimdan so'ng Salonia brendi menga o'zining yuz parvarish kolleksiyasini sovg'a qildi. Bu kichik sovg'a bo'lsa ham men uchun katta motivatsiya va quvonch bo'ldi. Shu tariqa 2026 yil Japan Cosmevik yakuniga yetdi. Eng asosiysi esa sizlar uchun eng yaxshilarini tanlash imkonini berdi.